Biz sizlarga bambuk jalyuzisini qanday qilib o'rnatishni ko'rsatib beramiz. Xo'p, bambuk bu tabiiy bambuk bo'lib, suvda o'sadigan haqiqiy bambukdan ishlab chiqariladi. Bu rulonda keladi. Biz buni kesib, buyurtma asosida tayyorlab beramiz. Xo'p, buni ikki xil o'rnatish uslubi bor. Birinchisi kranshtayn bilan o'rnatish bor, ikkinchisi kranshtaynsiz o'rnatish bor. Kranshtayn bilan o'rnatish uslubi o'ziga shurupda kranshtayn qotirib yuboriladi, keyin devorga, patologga mana teshigidan qotirib yuboriladi. Ikkinchi uslubi karnizini o'zini, ya'ni karnizi bunda reyka bo'ladi, reykasini o'zini teshib olinadi. Bu yoqdan ikki tomondan mana ko'rsatamiz, teshib olib turib, primoy patologga qotirib olsa bo'ladi. Keyin uchinchi uslubi yuzidan qotirsa bo'ladi. Ya'ni mana shu yuzi bo'lsa, yuzidan teshiladi, primoy devorga qotirib olsa bo'ladi. Shu 3 xil variantdagi uстановка, ya'ni o'rnatishni sizlarga aytib o'tyapmiz. Endi buni o'rnatilgan holatda ko'rsatib beramiz. Xo'sh, mana o'rnatib ham bo'ldik. Tayyor o'rnatildi bu. Bu hozir patologga qotirdi. Kranshtayn orqali patologga qotirdik bo'pti. Mexanizmlari qanaqa joylashadi, o'zi karnizi qanaqa degan savollar bo'ladi. Mana kelib yaqinroq kelib ko'rsatishimiz mumkin. Mana bu joyi planka. Planka nimaga qo'yamiz? Buni tagida mexanizmlari bor. Tagini ochsanglar mana oddiy mexanizmlardan tarkib topgan. Mana bu roliki bor, keyin mana bu ipga ushlab qoladigani bor. Bor yo'g'i shu. Tagidagi reyka. Reykaga qotiriladi. Bambuk karnizi reyka bo'ladi. Mana shu mexanizmdan tarkib topganda tortsanglar qotadi, bu yoqqa qilsanglar tushib ketadi. Shu bilan ishlaydi. Hammasi oddiy, qiyin emas, qulay, yana hamyonbop.